Maktabda ishlaganda boshim juda qattiq og'rib, davlenalarim 200 ga ko'tarilgan vaqtlarda bilmayman, keyin bildim. Aspirin ichib yuraverardim, ishlardim. Og'rib yot, blyuten qilgan odam emasman. Og'rib yotsam, sen xo'jayinni biz o'ldiribmizmi deydi deb, boshim og'risa ham, o'zim og'risa ham ishlab yuravergan. Bir marta blyutenga chiqqan odam emasman. Endi mana pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqandan keyin mana qizim Toshkentga kelib ketib yurardim. Toshkentdan borsam, bir qarindoshimni farzandini mashina urib ketdi Qirg'izistonda. Borib turib o'sha kuni, voy meni olib bor, uyga borayin. Nima bo'lib o'tirsam, yomg'ir yog'ib qoldi. Oyog'imda maskavish, boshimda kastim ro'mol bilan yupqa kiyinib Qirg'iziston chegarasiga o'g'lim mashinada olib borib qo'ydi. Piyoda yurdim mashinada, sovuqqa, yomg'irga hamma yog'im muzladi. Yetib kelib oyog'imni shunday yuvsam, belimda qo'ymachim og'rib. Bir oyog'im og'rib qolibdi dedim. Demak, menga o'shanda sovuq o'tib og'riq shunda boshlangan. U yoqdan keldim, yana piyoda keldik qishloqqa. Yurib doktorga ko'rinsam, nima dedi? Avval ko'rinmadim. Mahallada doktorlarimiz aytdiki, haligi disk shurangizda nerv qisilib qolgan dedi. Lekin ishlardim o vaqtlarda, ko'rinmadim, yo'qda pensiyaga chiqqan ekanman. Shu bo'yicha yurib, ambulatoriyamizga ko'rinishman buloqqa. Ko'rinsam, odamlar diskrija bo'lyapti, bel og'riyapti. Endi egilsam yuraman, tika tursam yurolmayman. Hali bir kunlik yomg'irga. Keyin meni nimaga olib bordi, Andijon bansalariga, Obil bansaga. Ko'rib, mana orqamda bitta oq yo'q bo'lsa kerak edi. Rengin shuni chiqarsa, men kasal bilan hech narsa yemay qo'yganman. U bitta o'quvchimni oyog'imni yaxshi davolab berasiz deb, rengin qog'ozni bitta nevropatolog bolaga ko'rsatdi. U bola ko'rib, yo'q, rengin qog'oz yo'q. Buni yaxshi nevropatologga o'qitasiz deb buyurdi. Ular meni onkologiyaga buyurdi. Bir borib ko'rinib keling. Onkologiyaga borsam, onkologiya kirish qabul qiluvchi doktorlar aytdiki, yo'q, sizda dedi Asakadagi suyak kasallar, sil kasallar bansasiga bir ko'rinib keling dedi. Hech narsa yemayman. O'g'lim, qizim mashinada olib boradi. Jinday qattiq olgan o'sha ichib qo'yaman, boraman, kelaman. Kun qisqa. Ikkovida ham natija yo'q. Anjan aytadi, haligi Obil bansamiz, nima, onkologiya bansa. Meni hech qanday bu odamda nimam yo'q. Bor, asha sil kasallar davolashdi. U yerga borib, onkologiyalar nima, bu ko'rma, mana renginga qarab davolab bersin. 2 kun ovora bo'lgandan keyin haligi Anjandagi nimaga qaytib keldim. Onkologiyaga. Haligi Obil bansani qabulxonasiga. O'quvchimga qaytib kelsam, endi aytaveraman-da. Aytmayman, haligi jinday nima qilingchi, ko'rinadiganlarga talab qilyapman.